ham kun bordi-yu, ha. Ishqilib avtobusga kech qolmagan bo'lsam bo'ldi. Hamma erkak kishini o'ylantirgan bitta narsa bor, ha. Tirikchilik, bola chaqa, mol dunyo. Qarang aka, shu astilobga bizni hayotimizga o'xshaydi. Avtobusimiz kelib, biz ketishimiz aniq. Kimnikidir oldin, kimnikidir keyin, baribir avtobusimizga chiqib ketishimiz aniq. Lekin shungacha insonlar bir-birini aldagan, ota-ona farzandini katta bo'lganda meni boqadi deydi, lekin ota-onasini qariyalar uyiga tashlab kelgan. Aka-uka, opa-singillar bir-biridan mehrini uzgan, oqibat yo'qolgan, arzimagan mol davlat uchun bir-biridan kechgan, oilalar buzilgan, yangi tug'ilgan farzandlar yetim qolgan va insonlar shu darajaga bordiki, kasal, muhtoj, insonlarning ustidan pul yeydigan nomardlar ko'payib ketdi. Shularning dastidan yaxshilik qilmoqchi bo'lgan inson ham muhtoj insonlarga yaxshilik qilgisi kelmay qoldi. Shuni unutmaylik. Avtobusimiz yo'lda, biz bekatda. Baribir ketishimiz aniq. Mayli aka, meni avtobusim kelib qoldi. Ketdi.